Sizlarning mahallanglarda qandoqkin bilmadim. Bizning mahallada eng yangi xabarlar avval ayollardan tarqaladi. 4 ayol ishik oldida o'ltirib olsa, nerisi jahonning ucheti, berisi ko'chaning bu beshidagi barcha yangi parangning hammani qilishadi. Hey, anladыңlarmı? Altının bahasçı. Düşküde. Rasma? Bu yaxshi gapiligi bilamlikdan may chiqqidek. Hey, mono mejitkan. Oqsham g'itmas kelib, olimdanni toza sapdi dek. Voy. Ko'chadagi Rahisining qizi oqsham 20 kechini oshqanda ondan uy ketdi. Voy men o'lay. Ay, men degan yuzi qilib. Ayollar, ha, Ankara deyishib, sepidin 5 uzun chiq supurgisiga yo'linib, a'lari, "Oy, ko'chaga chiqib ketdingmi yo ko'chaga chiqib ketdingmi? Nimanda kirmaysa?" deb vaqirgandala ondan nasllarni yig'ib, atiganlik choyni tayyorlashga chapatdi. Ba'zi parangchi erlarmi saharda ko'cha supurgili chiqqan ayollari eshikdan kirguncha o'ldirib ketadi. Ha, xotinlar nima deydi? Qandaq yangi paranglar bor ekan? Ayolidan nashtili xabarlarni anglab olgan er 4 to'qmishga chiqib, "Mushu ishonchlik xabarlarda deyilishicha, yaqinda mandaq ishlab o'qidik. Palonchi boshliq mundaq debdidak" deb attiganlik tam yo'lashga chiqqanlarni o'ziga qaratatdi va oz to'la inobatma tepib oladi. Ba'zi xabar o'ksigan kunlari ayollarning paranglari asosan havas ustida bo'ladi. Voy. Qaçanmı bir öylerimizden tamlarını çiniqishti qilib olamiz. Her yıl yazda kalıp okudu lay etip çaplap, xoyimiz zerikdim go. Rost deysiz. Qo'noq satqanda mushu o'gizimizga mum qo'yg'izvasak bo'larmikin? Kash kuzda to'pi o'gizi to'la manfaat deb savz derg'daklab ketadi ekan desa. Şu. Ey qizlar, Ha. men deyman. Ha. Mushu shaharlik xotinlarning kun-kunkan go. Ey tuzuk optab ko'migan yuziga surkaydigan mening jiqlig'i. Şu. Biz shu qo'yning quyruq meni, bek bo'lmasa xam qaymoqni surkab o'tadigan o'xshaymiz. Oy, shumi yaxshi jimo. Hey. Shaharlik erlarni qandoqroq anlab tuqqan bo'g'ida? Oyog'ini sizlab turdi-ku. Ey, shundoqmikan? Ay, tamig'asi oshni suzdig'anga cho'lini tayyor qildik-ku. Ey, Ey, mau bizning erlarga yerib ichib tamoqni tayyor qilib bersak, go'sht yo'q-ku. Qeniman qaysi kun akapagan go'sht deb hepti burun akapagan 300 gram go'shtning jidilni qildi desam. meni shuni degan. Bu tügüməz şiirin xiyallar o'ylada ishlayotgan yo'ldoshlarining "Nima ketding ey? Ko'tarma o zambilning bir uchini" deyishi bilan aldirab tinab oyoqlashadi. Sahroning lag'mini o'xshaydi shaharning gampini deydigan bu so'zni sahro ayollari quvvatlaydi. Biznikidek ishti pishqan qo'llarda chaylangan, so'zilgan lag'manning jiniga voyda. Embelge bir ursak, çaştekli sozuldu o lag'man degan. Shuni deyman. Qiynapammichu, o'z vaqtida lag'man atkizib imtihon olgan deyman mendan. Shundaqmi bir o'qishib yetibdimanki, yarab ketib, mana hozirgacha xizmatda bo'lyapman men. Şu. Voy, ey, Sopiyam. Ha. Shu chaqda mishmishroq pishirib qo'ygan bo'lsangizmi? Mau ahad qorliq tegmay. Qamlashgan qo'y ko'z yigitlar tiya bo'g'itimiz. Hatto necha kun ko'zingizni senkilgandek ko'katmi yurmay. Qo'shnilarning chaqchiqidan Sopiyammi qo'shilib kuladi-yu, oxiriga "Ballarimning dadasi emasmi? U bo'lmasa bu turmush bo'ladimi?" deb qistirib qo'yadi. Hey, oldinglarmi? Mau Soram shahardik tuqqunning uyiga kirsa, gangpan etibdi-ku. Soramning og'zida qapti. Sayni ayrim, gangpanni ayrim qilib ochiqdi deydi. Bizda tuzli qatmaydi-ku. Dori-darmaklarni qo'shib, restorannikidek qo'ri etibdi. Shundoqmi? Ey, to'xtanglar. Bunda qilaylik. Bizning mahalladagi Rahima bozorda molimni qiladi-ku. Ata qor bosib boraylik. Sayni ayrim saldigan gangpan qandaqroq bo'ladi ketdi. Әтісі ayollar 4 parça rəxt, qan, kesak joylarni ko'tarishib bir vaqt gampan uchun bozorga piyoda boradi.
Sahipxon etib bergan tamoqni yeydi-yu, qochquchilarni yuyish, uyni tozalash qatorliq ishlarni talishib yurib qilishadi. Uy ishlarida bekor turish ularga aslo yarashmaydi. Ular ba'zida qo'shnisining g'ayutini qilib qo'yadi. Ammo qo'shnisi yo'ldishidan o'lgidek tayoq yegan vaqtlarda eshikdan etilib kirib, orsiga tushadi. Hatto "Voy beshingni yeydigan, urayverdigan un xaltangmi bu?" deb tilmi soladi. Qo'shnisi og'rib qolsa, sahardala uy supurgisini qo'ltiqlab kirib, "Uylarni biraqur supurib yetayli" dedi, deb qo'shnisining uylarini tozalab, choylarni etib berib chiqib ketadi. Qo'shnisining uyiga mehmon kelib qolsa, shu kunla salomga kirib, ertasi o'zining uyida bir vaqt mehmon bo'lishni o'tinadi. Zinhar unmag'anlarning qo'ltiqiga biror tal kavo bo'lsin qistirib qo'yadi. Ular qo'shnidorchilikni pul bilan o'lchamaydi. Un xaltisidagi oxirgi bir oshliq unni lag'manga tutish qilgan qo'shnisiga qiqib berishga rozi edi. Ko'chadan birasining bolalari oliy maktabga yoki safarga manganda ularning ko'zlari yoshga to'ladi. Qo'llari oq yo'l tilab osmonda pulanglaydi. Yo'ldoshlariga demay tuxum sotgan, qaymoq sotgan pullarni paypoqlarining qotlaridan chiqarib yo'lliq tutadi. Ular qo'shni uchunla tug'ilgandek to'yiladi. Qo'shnisining to'ylarida o'zining ho'yli aramlarini tang tozalab, yotgan ko'psini tang tikatdi. To'yliq nonni bo'lishib yoqatdi. Jiroqdan kelgan mehmonlarni talashib yurib o'z uylarida qo'ndiratdi. Kunduzi qozon beshida legan tovoqlarni piqirtib yursa, kashlari vechirkisida ittik oyoqlarini usulda piqirtib olmaydi. Bira xulim qo'shnisi yangi uyga to'pi yo'lisa, qo'shni ayollarmi bekor turmaydi. Ularning qo'llarida etilgan o'xshagan tomoqlar har kuni tamchi yog'ochlarning jiniga jon qo'shadi. Uy putganda uyni oqartish, senkalash qatorliq ishlarda ularning soyasi ko'zdan neri bo'lmaydi. Uyda yonboshlab yetib televizor ko'rayotgan erlar o'choqdagi o'tning yerga tushib ketganligini ko'rib turibmi, qimirlabmi qo'ymay, "Bo'la o'y, o't tushib ketdi-ku, ammamsa!" deb vaqiraydi. Ayol kala sig'iyotgan bo'lsin yoki xemir yug'irayotgan bo'lsin, yugurib kelib o'tni o'ngshaydi. Qisqasi, ular tinim topmaydi, hammaga yetishadi. Yillar o'tdi. Ularning ba'zilarining beshi qor bosgan oppoq tog' bo'ldi. Ba'zilarining chiroylari yo'l-yo'l qo'riq bo'ldi. Ammo ularning ko'zlaridan muhabbatning nuri o'chib boqmadi. So'zlaridan qo'shnidochilikning rishti hali ham uloqliq edi. Ular asli faqatla qo'shni edi. Ammo ularning orasidagi mehr-muhabbat qo'shnidorchilikdan holqib qon qarindoshlik darajasigacha bora oldi. Ey mening qo'shnilarim, sizlar meni muhabbatning bo'shigida tang allay atdinglar. Sizlarning oftobda qaraygan, ammo muhabbatda sutdek oqargan chehranglar hali ham qalb qalimimda supitini yo'qotgani yo'q.